Assalomu alaykum Master Pirilo obunachilar, sizlar bilan Abdurov, sizlar Master Pirilo 04 kanalini kuzatib bormoqdasizlar aziz aka-ukalar. Va nihoyat mana zamonaviy stilda kataxonalarimiz va oxirlarimiz tayyor bo'lgan. Albatta mana ichkarida darvozalarimiz tayyor bo'lyapti. Bizni adresimizni so'ragan insonlarga bizni adres Shartuzda, poligonda, trassani ustida, bu taraf Shartuz, bu taraf Gidra. Mana bu yerda moyka bor, rubaruy Gorgaz. Moykani oldida ishxonamiz aziz aka-ukalar. Mana kataxonamiz tayyor bo'ldi. Kataxonamizni ko'rsatadigan bo'lsak aziz aka-ukalar, mana shunday dizaynda bo'lib chiqdi kataxonamiz aziz aka-ukalar. 2 etajdan iborat. Bu yerda tuxum qo'yadigan joyi bor aziz aka-ukalar. Bu yerga tuxumni qo'yasiz, tuxumni olasiz. Mana u mishayt qilyapti, ochilmayapti. Mana shunday bo'ldi. Bu yerda don beradigan joyi bor aziz aka-ukalar. Mana bu yerga donni berasiz, shunday tashlaysiz, tamom qulflanadi. Bu yerda eshiklari bor. 2 xonadan iborat bu aziz aka-ukalar. Kataxonamiz. Mana bu tovuq yotadigan joyi, mana bu yerda lesninsasi bor. Lesninsadan balandga chiqadi. Tovuq bu yerga kiradi, bu yerga tuxum qo'yadi aziz aka-ukalar. Ichkariga kirish shart emas, tuxumni olish uchun. Mana shunday dizaynda bo'lib chiqdi aziz aka-ukalar. Bunisi esa mayda varianti. Bunisi ham xuddi shunday. Don beradigan joyi mana bu yer tagida, setkani ko'tarasiz, qulflanadi. Bu yerda zamoklari bor. Buni tuxum qo'yadigan joyi. Mana bu yerda 3 ta tuxum qo'yadigan joyi bor. Ichiga kirish shart emas. Mana bu yerda aziz aka-ukalar polniy xod oxirlarimiz tayyor bo'lyapti. Bu qo'y uchun, hammasi qo'y uchun. Bu ham qo'y uchun, bu ham qo'y uchun, bu ham qo'y uchun. Mana shunday dizaynda, mana bu 3 metrlik, 2 metrlik mana shunday dizaynda bo'lyapti. Bu yerga maqsad polniy xod, pressmi, xashakmi, o'tmi, nimaiki bo'lsa tashlaysiz, qo'y mana yerdan o'ziga keraklisini tortib oladi. U tarafda darvozalarimiz bo'lyapti. Hozir ularni ham bir navr qilib o'tamiz. Mana bu telefon nomer 555 04 04. Bu yerda aziz aka-ukalar besetkamizni shifri tayyor bo'lgan, ya'ni polniy kesilgan. Bu besetkamiz cho'zilgani sabab pogoda bir hafta bo'ldimi qorlar turibdi, shunday pozolyat qilmayapti kraska qilishga. Mana bu pollarni polniy xod shilfovka qilish kerak. Bu nam bo'lib qolgan. Taxtalarni olib shilfovka qilib bo'lmaydi. Bularni polniy shilfovka qilib, shilfovkadan keyin 2 sloy lak bo'ladi bu. Mana shunday besetkamiz polniy xod tayyor bo'lgan aziz aka-ukalar. Bu yerda katta mol uchun oxirlarimiz tayyor bo'lyapti. Bu yerda esa mana ekranga rasmini qo'yib o'taman. Xuddi mana shu ko'rgan rasmingizda darvoza tayyor bo'lyapti. Nima deb qolamiz aziz aka-ukalar? Hammaga sog'lik, omonlik, tinchlik, hammani kasbi koriga baraka. Xatman mana shu kanalga aziz aka-ukalar, sizlardan hech narsa ketmaydi. Bitta like bosib, mana shu videomizni WhatsApp guruhlariga shuna podelitsiya qilib qo'ysangiz juda yaxshi bo'lardi. Bu kataklarimizni yana bir bor navr qilib o'tib ketamiz. Polniy xod lak bo'lyapti bu kataxona. Mana bu yerda ustomiz polniy xod laklab chiqyapti. Maqsad qorayib qolmasligi uchun. Bu akoshkalari bor, polniy setkalari urilgan, polniy hammasi luchin vidi. Mana shunday dizaynda bo'lib chiqdi. 2 xonadan iborat bu kataxonamiz aziz aka-ukalar. Bu yerda bir xonali kataxonamiz bor. Donlari polniy, pishak-mishak, it-bit teginmaydigan holda. Hamma girdilari qoplangan, berkilgan. Bu yerda oxirlarimiz bor. Murojaat uchun mana shu ekrandagi nomerga murojaat qilasizlar. Nitolka kataxona besetka oxir. Temirdan nimaiki bo'ladi? Uzun fermami, darvozami, besetkami, navesmi, perilami, nimaiki bo'lsa bemalol tortinmasdan ekrandagi nomerga murojaat qilasizlar. Adresni yana bir bor aytib o'tib ketaman aziz aka-ukalar. Biz adres Shartuzda, Shahrituz. Nima deb qolamiz? Hammaga sog'lik, omonlik, tinchlik. Keyingi videoroliklarimiz aziz aka-ukalar, ko'rishguncha.